Assalomu alaykum aziz Sharq Turkistonlik qarindoshlarım. Janvada 11-ayning 6-kunisi Birleşken Devletler Teşkilatı altında bo'lgan namoyishni ko'rishayli. Xudoyim bursa, tenim aman bo'lsa, bütün ailem bilen, balllarım bilen bu namoyishga boraman. Ruxsat so'rab, maktabdan, ishdan ruxsat elib bu namoyishda bütün do'stlarim bilen, ailem bilen, bütün qarindoshlarım bilen Janvada BDT'nin aldı ko'rishni arzu. Jazo lagerida azap chekayotgan 3 milyon ortiq qarindoshimizning erkinligini haqiqiy yurigidan arzu qilgan ota-onasining qarindoshlarining tezroq mushu zulmdan qutulishini yurigi bilan arzu qilgan har qanday bir qarindoshlarimiz hech qanday bir bana sabab ko'rsatmasdan har qanday imkoniyatlarni shakllantirib bu namoyish qatnashishni vicdani, milli ve dini mecburiyet deb düşünüş gerek deb o'ylayman ve hammanglarni Janvada 11-ayning 6-kunki namoyishda birga bo'lishga taklif qilaman. Rahmat. Assalomu alaykum. Muajiratda yashayotgan Sharq Turkistonlik aziz qarindoshlar. Men Germaniyadan taraf yo'lin qo'shilaman. Oldida hammangizlarni yurakdan salomlayman. Aziz qarindoshlar, men agar Alloh nasib qilsa, tenim salomatli bo'lsa, hayotli bo'lsam, men cho'qim bütün ailem bilen birge 11-ayning 6-kuni Janvadagi Birleşken Devletler Teşkilatı binası oldida o'tkazilgan bu tarixiy büyük yurishga cho'qim qatnashaman. Ve jaranglik hazatlik shuarlarimiz orqali razil, faşist, mustabid, yolg'onchi, qiziq komsixta hokimiyatiningki abdi bashirisini bütün dünya jamoatchiligi oldida birlikda ichib tashlaymiz. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Hammanglarni 11-ayning 6-si Janvada ishildigan namoyishga taklif qilamiz. Shuning uchun bütün Yevropadagi yurtdoshlarimiz, qarindoshlarimiz bu namoyishdan qolmasdan shu lagerlarda turayotgan Uyg'urlarningki hurmat qilish asosida bo'lsa-mu, shu yerga cho'qim berishimiz kerak. Shuning uchun hammanglarni yana qayta 11-ayning 6-si Janvada ko'rishaylik. Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. 11-ayning 6-kunisi Janvada bo'ladigan namoyishga men o'zim borma, oilamni olib borma va shunaqla men taniydigan atrofimdagi al-og'inlarimni men berishni tavsiya qilaman. Bu qatimqi namoyish nihoyat muhim. Xitoyni so'roq qiladigan, Xitoyni "Ma Uyg'urlar nega ketdi? Nega so'lading? Nimishqa bunlarning jinoyati nima?" deb boshqa xalqaro matbuotlarda Birleşken Devletler Teşkilatı'da Xitoyni so'roq qilgan bu kunning o'zida biz shu naq maydonda turib Uyg'urlarga erkinlik, Xitoyda lagerdagi Uyg'urlarni qo'yaplar, u bizningki xalqimiz, sizningki uni o'ltirishga haqqing yo'q deydigan bu shuarlarni jonliq to'lab, yerda xalqaroga o'zimiz pash qiladigan, o'zimiz naq maydon shohidi bo'ladigan, bunga o'zimiz shu yerdagi Xitoy inkor qilayotgan, biz Uyg'urlar lagerda emas, lagerda solmadik deyotdi. Biz shuningki sohiblari bo'lib, igisi bo'lib, biz bunga guvohlikda naq maydonda bo'lib, uni jonliq isbotlaydigan bu chet eldagi Uyg'urlar, shuning uchun hammamizningki yerda to'liq kelishimizga zarur deb qarayman. Hammamizningki to'liq kelishiga ham tavsiya qilaman. Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. 11-ayning 6-kuni Janvada o'tkaziladigan bu namoyishga sanoqli kunlar qoldi. Bu kun har qanday boshqa vaqtga, har qanday kunga qaraganda bek ahamiyatli, bek muhim bir kun. Mana bu kunda hammamiz qo'lni qo'lga tutishib, Janvaga 11-ayning 6-kuni o'tkazilgan shu namoyishga birga qat'iy iroda qilmasak bo'lmaydi. Bu vatanda bo'layotgan zulm, vatanda kuyayotgan o't, qarindoshlarimizning beshidagi baloyi ofat, bizning o'g'illarimizdek yiroq yaqindan kelgan xabarlarga qaragan xabarlardek yo'qmiz bizning tasavvurimizdan ming hassa alqib ketgan darajada ig'ir zulm bor. Mana bu da'voning egilari, ma qarindoshlari, ma da'voning sohiblari ma teshida turyapti. Ko'rdingmi, angladingmi ovozini? Vaqirayapti, yig'layapti, qaqshayapti. Shunga javob ber deb turib, ichida qattiq so'roq tortadigan bir fursat. Shunga biz bu kishini to'plab, qo'lni qo'lga tutishib, oila bo'yicha berib, to'xtamay 4 soat, 5 soat talat vaqirab, biz yurkimizni ifodalab, ash qarindoshlarimizning tezroq qutulishiga biz kuch qilmasak, boshqa odam bizning yig'imizni yig'lamaydi. Shunga qarindoshlarimizninki bana sebep ko'rsatmasdan bu qitimqi namoyishga to'liq qatnashishni umid qilaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Dunyoning har qaysi yerlarida yashayotgan Sharqiy Turkistonlik Uyg'ur musulmon qarindoshlarimizga 2018 11-ayning 6-kuni Janvada elib boradigan 10 ming kishilik namoyishga kelishinglarni tavsiya qilaman. Har qaysi davlatlardagi Sharqiy Turkistonlik Uyg'ur musulmon qarindoshlarimizning 2018 11-ayning 6-kuni bo'ladigan Janvadagi 10 ming kishilik namoyishga haqiqiy o'zini Sharqiy Turkistonlik
Uyghur Müslüman deb bilse bu namoyishga mutlaka qatnashishni tavsiya qilaman. Allohning navosidan rozi bo'lsin. Aile bo'yicha hech kim qilib qolmasdan to'liq qatnashsak, sonimiz qancha jiq bo'lsa shuncha yaxshi bo'ldi. Dunyoda ta'siri shuncha yaxshi bo'ldi. Shuning uchun butun dunyodagi muhojirlik qarindoshlar har qanday ishini, tijoratini qo'yib, bir kunlik vaqtini chiqarib mana shu namoyishga qatnashsak, biz bir kishilik majburiyatimizni vatan xalq oldidagi burchimizni ado qilgan bo'lamiz. Shunlashqa men butun oila bo'yicha bormoqchi, boshqa qarindoshlarni butun oilasi bo'yicha qilib qolmay berishni da'vat qilaman. Assalomu alaykum, men Kanadadan Mukarram Qurbon. 11 yil 6 kuni Janvada bo'lgan namoyishga inshaalloh qizim maktab bilan boraman. Janvaga kelib, bu namoyishga qatnashishni ovozimizga ovoz bo'lib, so'roq tortilayotgan shu Xitoy tajovuzchilarining yuragi urilgan bir nashtar bo'lishini umid qilaman ham chaqiriq qilaman. Inshaalloh Janvada ko'rishamiz. Assalomu alaykum barliq aziz vatandoshlar. Xitoy tajovuzlarining bu jinoyatni dunyoga fosh qilish uchun bu yurishni boshladik. Shunga bu faoliyatga aktiv qatnashib turishinglarni umid qilaman. Assalomu alaykum butun dunyodagi aziz Sharq Turkistonlik qarindoshlarimiz, aziz millatimiz bizning ovoz chiqarishimizni kutyapti. Bizning birga kelib dunyoga dardimizni aytishimizni kutyapti. Qani qarindoshlar, 11 oyning 6 kuniga yana 2 hafta qoldi. Biz birlikda Janvada ushqishaylik.